Sizningcha nega aynan Farhod ismli insonlar ko'pincha imkonsiz tuyulgan to'siqlarni yengib o'tishga moyil bo'lishadi? Fors tilidan kirib kelgan bu ism qadimiy Pahrat so'zidan olingan bo'lib, yengilmas, aqlli va zafar quchuvchi degan ma'nolarni anglatadi. Bu ism asrlar davomida matonat va sadoqat timsoli bo'lib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan Farhodlar tug'ma strateglar. Ular har qanday murakkab vaziyatda mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan qo'rqmaydilar va mantiqiy fikrlashda ustundirlar. Biroq ularning eng katta sinovi haddan tashqari qaysarlik va hamma narsani o'zim qilaman degan ishonchdir. Ba'zida bu xislat ularni hissiy charchoqqa olib kelishi mumkin. Bir sirli fakt, Farhodlar tashqi tomondan qat'iyatli va jiddiy ko'rinsalarda, ichki dunyosi juda nozik bo'lib, ular sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yishadi. Agar sizning hayotingizda Farhod bo'lsa, demak siz eng ishonchli tayanchga egasiz. Bu videoni aynan o'sha matonatli Farhodga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.